Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Makka safari jarayonida Abu Sufyanning musulmon bo'lganligi va uning musulmon bo'lganlik sharafidan payg'ambarimizning uningga ma'lum bir imtiyozlarni bergan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Musulmonlar qo'shinining Marri Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqqanligi. Shu kuni attigan, ya'ni Hijriyaning 8-yili Ramazonning 17-kuni chorshanba saharda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni boshlab Marri Zahrondan Makkaga qarab otlandi va Abbos roziyallohu anhuga Abu Sufyanni uning musulmonlar qo'shinini bir-birlab ko'rishi uchun vodining tuvan tarafidagi tog' yo'li eg'izida to'xtatib turishni topildi. Abbos roziyallohu anhu Abu Sufyanni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning deganidek tog' yo'li eg'izida to'xtatib turgan edi. U yerdan har qaysi qabila va oymoqlar alamlarini lapildatib o'tishga boshladi. Abu Sufyanning oldidan har bir qabila yoki oymoq o'tsa u "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'raydi. Abbos raziyallohu anhu uningga, masalan, Bani Sulaym qabilasi yoki falon aymoq deb javob bersa, Abu Sufyan, "Men Bani Sulaym xalqiga nima qilgan bo'lg'aydim?" deydi. Ondan yana bir qabila o'tsa, Abu Sufyan, "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Abbos raziyallohu anhu, "Muzayna qabilasi" desa, Abu Sufyan, "Muzayna xalqiga nima qilgan bo'lg'aydim?" deydi. Oxiri hamma qabila va aymoqlar o'tib bo'ldi. Har qachonki bir qabila yoki bir aymoq uning oldidan o'tsa, u Abbos raziyallohu anhudan "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Uningga falon qabila yoki falon aymoq deyilsa, u "Men uningga nima qilgan bo'lg'aydim? Men buningga nima qilgan bo'lg'aydim?" deb hamsidan og'rinatdi. Oxir bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muhojir va ansarlardan tarkib topgan yop-yeshil kiyimlik sarxil qo'shin bilan yetib keldi. Ular bir butun temir kiyim kiyib olg'achqa, ularning ko'z qarchug'idan o'zga hech yeri ko'rinmaydi. Abu Sufyan cho'chigan holda, "Subhanalloh, ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos raziyallohu anhu, "Bular Rasululloh, muhojir va ansarlar" degan edi. Abu Sufyan, "Bularga hech kishining kuchi yetmagudek" dedi. Ondan u yana, "Ey Abbos, bugun qarindishingning o'g'lining saltanati haqiqatan katta bo'lib ketibdi" degan edi. Abbos raziyallohu anhu, "Ey Abu Sufyan, u degan saltanat emas, balki payg'ambarlik" dedi Abu Sufyan. "Undaq desang mayli amsa" dedi. Bu qitimqi yurishda ansarlarning alimini Said ibn Ubada roziyallohu anhu ko'targan edi. U Abu Sufyanning uduliga kelganda, "Ey Abu Sufyan, bugun adbinglarni beradigan kun, haramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni xor zabun qiladigan kun" deb qo'yib o'tib ketdi. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning uduliga yetib kelibdi. Abu Sufyan uningga, "Ey Rasululloh, Saidning nima deganini angladingmi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "U nima dedi?" degan edi. Abu Sufyan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Saidning deganlarini aytdi. Buni anglab Osmon bilan Abdurrahman ibn Af roziyallohu anhumalarmu, "Ey Rasululloh, bizmu Saidning Qurayshlar orasida o'ch ilish xarakterida ish tutishidan andisha qilamiz" deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Balki bugun Ka'ba, ya'ni haram, ulug'lanadigan, Alloh Qurayshlarni ilgirgidimi azizlaydigan kun" dedi. Ondan Said roziyallohu anhuga odam avatib, uning qo'lidagi alamni tortib olib, uni o'g'li Qays ibn Said roziyallohu anhuga tutqizdi. Bu orqali asosiy maqsad va uningdan kelib chiqadigan ko'ngil azorliqlari hal qilindi. Yana bir so'zda Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuga tutqizgan deyilgan. Qurayshlarning musulmonlar qo'shinining ushtumtut bostirib kirganligidan hang-tang qolganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning hindan o'tib ketishi hamon Abbos raziyallohu anhu uningga, "Tez bo'lgin, sen xalqingga xabar yetkazgin" dedi.
Şunun bilan Abu Sufyan uçqandek at chaptirib musulmonlar qo'shindan avval Makkaga kirdi va butun ovozi bilan: "Ey Quraysh xalqi, mana hozir Muhammad sallallohu alayhi vasallam taqobil turg'ili bo'lmaydigan zo'r qo'shin bilan yetib keldi. Darhol qichinglar. Kimki Abu Sufyanning qo'rosiga kirib olsa omon bo'ladi" deb to'g'lig'ilib turdi. Bu chaqda uning ayoli Hindi bitni Utba yugurib chiqib uning saqilini oldi va eg'izini buzib: "Bu qo'rqinchoq to'xu yurak. Bu maydonsiz ablaqni o'ltiringlar. Dushmanning qo'l chumoqchisi bo'lib ketganiga isit" deb cho'qon ko'tardi. Ammo Abu Sufyan uning so'ziga parvo qilmay: "Voy sizlarni nima qarab tursizlar? Bu xuddining gapi kirmanglar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarga son sanoqsiz qo'shin bilan bostirib keldi. Har kim Abu Sufyanning, ya'ni mening o'ylamga kirib olsa omon qoladi" dedi. Ular: "Ey vobal takkur, sizning o'ylang nimaga kor qilatdi?" deyishdi. Shunga u: "O'z o'ylisiga kirib darvozasini taqib olganlar bu omon qoladi. Masjidil Haramga kirib olganlar bu omon qoladi" dedi. Shuning bilan kishilar o'z uyiga va Masjidil Haram tarafga yugurishdi. Shu asnoda bir bo'lik kishilar habashlik ahmaq nodonlarni setib olib musulmonlarga qarshi qo'shin tashkilladi. Ular ish o'ngdan kelib Quraysh g'alaba qilsa ham maylan qo'zg'olib jang qilmoqchi. Navoda ish aplashmasa andin Abu Sufyanning chaqirig'iga ovoz qo'shmoqchi bo'ldi. Natijada Ikrama ibn Abu Jahl, Sahvan ibn Umayya va Suhayl ibn Amru boshchiligida Quraysh va ularning ittifoqdoshlaridan bo'lib bir uchum aqlsiz va oq qorni farq etolmaydigan talvalar Xandama degan joyga to'planib, musulmonlarni to'sish uchun tayyorlandi. Ularning ichida Qurayshlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bani Bakri qabilasidan Imas ibn Qays ismli bir kishimi bor edi. U shu asnoda jiddiy uyiga qaytib, qurol yaroq jabdushqa kirishga edi. Buni ko'rgan ayoli uningga: "Buni nimaga tayyorlaysan?" dedi. U: "Muhammadga sallallohu alayhi vasallam va uning odamlariga taqobil turish uchun" dedi. Ayoli: "O'qishimcha Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning odamlariga hech narsa tang kelolmasmish-ku" dedi. U: "Ey xotin, men texi ulardan bir qanchani sana xizmatkor qilib beray deyapman" dedi. Shundan keyin u Xandamidagi sayoqlarga qitildi. Musulmonlar qo'shini Zitvanda. Ammo musulmonlar qo'shini davomli olg'a ilgirlab Zitvan degan joyga yetib keldi. U yerda to'xtab qo'shinni qanotlarga bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha yerga kelganga qadar Alloh taoloning uni Makka fatisi bilan tortiqlig'iga tashakkur etish yuzidan beshini tuvansinib engishib mang'aydi. Uning muborak soqol bo'ylari ot egrining oldi paynigiga tegib turadi. U Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni o'ng qanot qo'shiniga amr qilib tayinladi. Bu qanotga Bani Aslam, Bani Sulaym, Bani G'ifar, Muzayna, Juhayna va bir qancha arab qabillarini ayirdi va uni Makkaning tuvan tarafidan kirishga buyurib: "Sizlar men bilan Safa tog'ida uchrashqanga qadar qarshilik ko'rsatganlarni qirib tashlanglar" dedi. Andin sol qanot qo'shinini tashkil qilib, Zubayr ibn Avvam roziyallohu anhuni amir lashkarlikka tayinladi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga o'zining ilmini tutqizdi. Andin uni Makkaning usti tarafidan Bani Kudaydin kirishga va mazkur alamni Hajun to'piligiga qadab o'zi yetib borganga qadar Hajundan ayrilmay turishga buyurdi. Piyodaliklar bilan muhasirchi qo'shinga Abu Ubayda roziyallohu anhu amir lashkar qilindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Batni vodisining o'ttirsidan yo'l ilib, o'zining oldida Udul Makkaga kirishga buyurdi. Musulmonlar qo'shinining Makkaga kirganligi. Musulmonlar armiyasining har qaysi yo'l qo'shinlari belgilangan liniya bo'yicha yo'l oldi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin qarshilik qilganligi mushrikni u dunyoga yo'lga silib, nishonga qarab ilgirladi. Uning odamlaridan faqat Kurzi ibn Jabir al-Fihri bilan Xunays ibn Xolid ibn Rabi'a roziyallohu anhumalar qazo qildi. Sababi
Ular qo'shindan ayrilib qilib, boshqa bir yo'lga kirib qolganlikdan mushriklarning tuyuqsiz hujumga uchrab o'ldirildi. Ammo mushriklar to'plagan hiliqi nodon kishilar Xandamida Xolid ibn Valid roziyallohu anhu va uning qo'shinining oldini to'sib tirkashdi. Xolid ibn Valid qo'shinni ularni tezda surto'qay qilib 12 odamni o'ldirdi. Natijada mushriklar va hiliqi musulmonlarga qarshi urushga alohida tayyorlik qilgan Yimas ibn Qays qatorliqlarning hammasi tikivatdi. Yimas salsirgan bitti uyga qochib kirib ayoliga "Ishkin taqa!" deb vaqirgan edi. Ayoli uningga "Texi bayamlar nimdavatading?" dedi. Shuning bilan u javobning o'rniga tuvandagi she'rni o'qidi. Agar ko'rsang-chu ne bo'ldi Xandama, qochdi Sahvamu, qochdi Ikrama. Beshimizda o'ynadi musulmon qilishlari, kesgandur bilakni, boshni kesmas dema. Qilich yegan lomjim demay tishlar to'pa, orqadan qo'g'lar desam hayron bo'lib so'rma nima. Ig'iz ochma malomatga menga qilma biror kalima. Xolid roziyallohu anhu Makka ko'chalarida g'olibana aylanib yurib, oxir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Safa tog'ida uchrashdi. Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu tez ilgarilab payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning alimini Fathi darvozasi yinidiki hajonga qadash vazifasini o'rinladi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shu yerda bir chidir tikib uning kelishini kutdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Masjidil Haramga kirib Baytullahni bu haykallardan tozalaganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zubayr qismi bilan uchrashgandan keyin Baytullahga qarab yo'l oldi. Muhojir va ansarlar uning atrofida uni o'rab kelyotdi. U udul berib haramga, ya'ni Masjidil Haramga kirdi va Hajratul Aswadning oldiga berib uni busa qildi. Andin Ka'bani tavob qildi. Bu chaqda Ka'ba atrofida 360 dona but tiklaklik edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'lida bir tal yachoq o'qni ko'tarib olgan bo'lib, u hiliqi o'q bilan butlarni urib, qochoqlab tashlashga boshladi. U haqiqat, ya'ni islom keldi. Botil, ya'ni kufri yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Qur'on Karim sura Bani Isroil 17-sura 81-oyatni o'qib mangatdi. Butlar dumlab yiqilib tushayotdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'bani uloq ustida turib tavob qildi. U shu kuni muhrim, ihrom bog'liqlik emas edi. Shunga u Ka'bani tavob qilish bilan kupaylandi. Tavobdan keyin Osman ibn Talhani chaqirtib, uningdan Ka'baning ochqichini ilib, ishni ichib ichiga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'baning ichida nurg'un rasm va suratlarni ko'rdi. Rasmlar ichida İbrahim alayhissalom va İsmoil alayhissalomlarning qo'llarida pal o'qlarini tutib pal silayotgan holatdagi xiyoliy sizma rasmlari bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Alloh mushriklarga la'nat qilsin. Ular ya'ni payg'ambarlar hargiz pal solgan emas." U Ka'baning yana bir bulungida yog'ochdan uyulgan kaptarning haykalini ko'rib, uni o'z qo'li bilan sundiribdi. Ondan hiliqi rasm va suratlarni buyurib, uchirgizibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Ka'bada namoz o'qib chiqib, Quraysh xalqiga nutq so'zlaganligi. Ka'ba ichidagi suratlar uchirib etilgandan keyin uning ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Ali ibn Abu Talib va Usama ibn Zayd roziyallohu anhumalarla qoldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'ba ichida o'ng tarafdan 1, so'l tarafdan 2, keyindan 3 to'rikni tashlab, shu vaqtda Ka'ba 6 to'riklik edi. Darvoza o'rnatilgan tomning qarshi tarafidagi orqa tomga oldini qilib, tom bilan o'zi oralig'ida 3 gaz, taxminan 2 metrdan ozroq yer qoldirib namoz o'qidi. Namozdan forig' bo'lgandan keyin Ka'baning hamma bulung'ini aylanib chiqdi. U har bir bulung'ida takbir aytib, yomonlikdan saqlanish va yaxshilikqa muvaffaq bo'lish faqat Alloh taolaning madadi bilan mumkindir deydi. Ondan darvozani ochdi. Bu chaqda Qurayshlar saf-saf bo'lib turgan bo'lib, masjid tushib ketgan edi. Ular pastda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nima qilarini kutib turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
darvozani ichib, ikki qo'lida darvozaning ikki qasniqini tutib turib mundaq dedi: Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Allah yakka yeganidir. Allahning sheriki yo'qdir. Allah o'z va'dasini amalga oshirdi. O'z bandasiga yordam berdi. Düşman to'pini o'zi yolg'iz mag'lub qildi. Agah bulunglarki har qanday imtiyoz, alvangsizlik va yoki kona qon qisoslarning hammasi bugundan e'tiboran qat'iy bekor qilinadi. Faqat Baytullohga qarash huquqi va hojilarni suv bilan ta'minlash ishi buningdan mustasnodir. Bilishinglar kerakki, sahvallik bilan odam o'ltirish qasdan tayoq va qamcha qatorliqlar bilan o'ltirgan bilan barobar. Uningda diyet, to'lam eg'irlatib 100 to'ga to'linadi. Buning ichidagi 40 to'ga bo'g'oz bo'lishi shart. Ey Quraysh jamoasi, Allah sizlardan jahiliyatning mug'ambarligini va ajdodlar bilan faxrlanadigan illatlarni ketkizdi. İnsanlarning hammasi Odam otaning bolalari. Odam ota tuproqdan yaralgan. Andin bunu oyatni tilovat qildi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Qur'on Karim sura Hujurat 49-sura 13-oyat. U yana: "Ey Quraysh jamoasi, sizlar meni nima qiladi deb qaraysizlar?" degan edi ular. "Yaxshilik qilar deb o'ylaymiz, chunki sen yaxshi qarindishimiz, yaxshi qarindishimizning o'g'li" deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Men sizlarga Yusuf alayhissalom qarindoshlariga nima degan bo'lsa, shundoq deyman. U qarindoshlariga: Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar." Qur'on Karim sura Yusuf 12-sura 92-oyat. Degaydi, menmu shundoq deyman. Beringlar, hammanglar erkin azod devetdi. Baytullohning ochquchining o'z egasiga topshirilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuqorqidek yaxshi so'zlarni qilgandan keyin masjidga kirib o'ltirdi. Baytulloh Kabening ochquchi teqicha uning qo'lida edi. Ali roziyallohu anhu o'rnidan turib: "Ey Rasululloh, bizga ya'ni Bani Hoshim jamiyatiga demakchi, ijobat, Kabiga yopiq yepish va uningga qarashni, siqoya, hojilarni suv bilan ta'minlash va haj davomidagi ishlarga yo'lboshchilik qilish bilan jamlab bergin. Alloh sana rahmat qilg'ay" dedi. Yana bir so'zda bu gapda tuguchi Abbos roziyallohu anhu idi deyilgan. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Osman ibn Talha nada?" deb so'radi. Osman chaqirib kelinibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga: "Ma, ochqushni qo'lingga ol, ey Osman. Bugun yaxshilik va vafodorlik kunidir" dedi. Tabaqat degan kitobdagi Ibn Saidning rivoyatida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga ochqushni qaytirib berganda mundaq degan: "Ey Osman, bu ochqushni mangu sizlar tutinglar. Buni sizlardan, zolimdan o'zga kishi tortib ololmaydi. Ey Osman, Alloh sizlarni o'zining baytiga qarashga amin, ishonchlik topdi. Shunga sizlarga bu bayt sababidan kelgan narsalardan yo'lliq bahramon bo'linglar." Bilalning azon ovozining Ka'ba ustida yangrashi. Namoz vaqti bo'libdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bilalni Ka'ba ustiga chiqib azon tovlashga buyurdi. Bu chaqda Abu Sufyan ibn Harib, Attab ibn Asid va Haris ibn Hisham qatorliqlar Masjidil Haram saynasida boshlarini tuvan silishib o'ltirishatdi. Attab yendikilarga pichirlab: "Allah otisini ilib ketib bu ovozni anglatmadi. Agar u bu ovozni anglasa ko'p beorom bo'lar edi" dedi.
Haris pichirlab. Ammo men Alloh bilan qasam qilamanki, agar bu dinning haq to'g'ri din ekanligini bilsam edim, albatta agashgan bo'lardim, dedi. Ammo Abu Sufyan ibn Harib qo'ringan holda. Ammo men bu to'g'rida bir narsa demayman. Agar deb qo'ysamla, mushu tosh yig'larmi uningga xabar qilib qo'ydi ekan, dedi. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning yiniga berib, "Men sizlarning bayam deganlaringlardan xabar topdim", dedi va ularning deganlarini bir-birlab aytib berivdi. Attab bilan Haris, "Ey Rasululloh, biz sizning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik beramiz. Bu gaplarni biz uchimizdan boshqa hech kishi anglamagan edi. Bo'lmasa biz birsi uningga aytib qo'yibdi, der edik", deyishdi. Nusrat sanosi yoki tashakkur namozi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shu kuni masjiddan chiqib, Ummu Hani Abu Talibning qizining uyiga kirib, g'usl tahorat oldi va uning uyida 8 rakat namoz o'qidi. U chashgoh vaqti edi. Shunga u namozni ba'zilar chashgoh namozi deb o'yladi, yana ba'zilar nusrat sanosi, tashakkur namozi deb qaradi. Ummu Hani erining tuqqanlaridan 2 kishiga panohlik bergan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Sen panohlik bergan kishiga bizmi panohlik beramiz, ey Ummu Hani", dedi. Aslida Ummu Hanining qarindishi Ali ibn Abu Talib ilqi 2 odamni o'ldiratmoqchi bo'lgan ekan. Shunga Ummu Hani ularni uyiga sulab ishiklarini taqab saqlagan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ularga amonlik tilagan edi. Safvan ibn Umayya bilan Xuzala ibn Umayrning musulmon bo'lishi. Safvan ibn Umayya o'lim jazosi berilgan gunohkorlar ichidagi odatdagi gunohkor bo'lmasdan, balki Makka kattaboshlarining cho'ngi bo'lish sifati bilan o'zidan o'zi xudiksirab qochib ketgan edi. Shunga uningga Umayr ibn Vahab Jumahi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan amonlik tiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga amonlik berdi va Umayrga o'zining Makkaga yurish qilganda kelgan sallisini belga qilib berdi. Shuning bilan Umayr Safvan ibn Umayyning keyindan iz qo'g'lab chiqib, Jiddida kema bilan Yamanga qochmoqchi bo'lgan yeridan qaytirib kirdi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida hozir bo'lganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, "Menga 2 oylik muhlat bersang, o'ylanib olsam", degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga, "Sana 4 oylik o'ylanish fursati beray", dedi. Shunda qilib u xeyli kechikib musulmon bo'ldi. Uning ayoli uningdan burun musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni ilgiriki nikohi bilan qoldirdi. Fuzala ibn Umayrga kelsak, u nihoyat qaram odam edi. U shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavob qilayotganda pichoq urib uni o'ldirmoqchi bo'lib, fursat paylab yurdi. Bir chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ushtumtut yiniga chaqirib, uning nima maqsadlarni qilib yurayotganligini aytqaydi. U shu an shahodat aytib musulmon bo'ldi. Makka fathi qilinib 2-chi kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 2-chi qitim nutq so'zlashi. Makka fathi qilinganning adisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'pchilikka yana nutq so'zildi. U avval Alloh taologa hamdu sana aytdi va tegishlik tamjid, Alloh taoloning ayib nuqsondan xoli ekanligini dalillaydigan so'z iboralarni aytdi. Ondan mundaq dedi: "Ayyuhannas, ey xaloyiq! Jazman Alloh bu Makkani osmon zaminni yaratgan kunila urush qilish, nohaq qon to'kish harom qilgan edi. Shunga u Allohning harom qilishi bilan qiyomat kuniga qadar haromdir. Allohga va qiyomat kuniga iymon etadigan har qanday bir kishiga Makkada qon to'kish halol bo'lmaydi. Uning dal daraxtlarini xohlagancha chatob kesishga yo'l qo'yilmaydi. Navoda bir kishi mening Makkaga yurish qilganligimni bahona qilib, durustlikqa yo'l izlasa, uningga Alloh o'z payg'ambariga ruxsat qilgan, sizlarga ruxsat qilgani yo'q danglar. Menga yilqi kuni kunduzdan ma'lum vaqt ruxsat qilingan edi. Bugun yana uning hurmati, ya'ni haromlik fazilati tunugunkidekla asliga qaytdi.
buni mushu yerda barlar yo'qlarga yetkizsin. Yana bir iborada payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haramning darixi kesilmaydi, yavoyi hayvonlari urkitilmaydi, tushirib qo'ygan narsalarni egisidan o'zgalarning tepib elishiga bo'lmaydi, o'simlik yepinchilari buzg'unchilikqa uchirtilmaydi, dedi deyilgan. Bu chaqda Abbos raziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, faqat izhirnila qoldirgan bo'lsang, u ahollarning o'tunchi va tumirchlariga hamda uy imoratlariga keraklik edi", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izhir buningdan mustasnodir, dedi. Xuzoa qabilasining odamlari shu kuni Bani Lays qabilasining bir odamni İslamiyatın burunqi mezgildiki bir kona qisas uchun o'ltirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu haqda to'xtalib: "Ey Xuzoa xalqi, odam o'ltirishdan qulinglarni yig'inglar. Odam o'ltirish yaxshi bo'lgan bo'lsa, nurg'un odamlar o'ltirilgan bo'ladi. Sizlar bir odamni o'ltirib qo'yibsizlar. Endi uning qon to'lam pulini men to'layman. Har kim bugundan e'tiboran odam o'ltirsa, o'ltirguchining egalari ikki xil tanlashning birini ixtiyor qilsa bo'ladi. Xolisa qisas uchun qotilni o'ltirdi. Xolisa ulardan diyat, qon to'lam puli to'limini oladi", dedi. Yana bir iborada bu chaqda Yamanlik bir odam, uning ismi Abu Shah deb ataladi. "Ey Rasululloh, menga yozdirib bergan bo'lsang", degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Shahqa yuqorqilarni kutib beringlar, dedi deyilgan. Ansarlarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makkada qib qilishidan ansirganligi. Makka fatisi g'alabalik oyoq teshividi. Makka payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ana yurti va kindiqini to'kilgan joy bo'lg'achqa, ansarlarda bir xil ansirash kayfiyati paydo bo'ldi. Ular o'zaro: "Qaranglar, Alloh Rasulullohni o'z zaminini, ana yurtini fatih qilib berdi. Endi u bu yerda qilib qolarmi?" deyishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Safa teg'ida qo'lini egiz ko'tarib duo qilyotdi. U duodan forig' bo'lgandan keyin ansarlarga: "Bayam nimalarni deyishdinglar?" dedi. Ular: "Hech nima demadik, ey Rasululloh", deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulardan ko'chalab so'ragaydi. Oxiri ular ko'ngilda dakka-dukida qolganliklarini aytishdi. Shunga u ularga: "Undaq qilishdan Xudo saqlar. Yaşasammu sizlar bilan yaşayman, o'lsammu sizlar bilan o'laman", dedi. Bay'at, ya'ni ahdnoma ilish. Alloh taolo Makkani payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga va musulmonlarga fath qilib bergandan keyin makkaliklarga ish ayon bo'ldi va ularning nazarida haq va nohaq oydinlashib, musulmon bo'lmoqdan boshqa chiqish yo'li yo'qligini tunidi. Shunga ular o'zigidan jam bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at ahdi berib bo'ysundiganliklarini bildirishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safaga chiqib o'ltirib, kishilardan bay'at ilishga boshladi. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sal tuvinidirek turib, uningga vakolatan ahd oldi. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qudrati yetadigan har qanday ishda uning gapini anglashga va itoat qilishga bay'at berishdi. Madarik degan kitobda aytilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kuni erlardan bay'at ilishdan forig' bo'lgandan keyin ayollardan bay'at ilishga boshlagan. Umar ibn Xattob raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sal pasrak bir yerda o'ltirib, ayollardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning degidi bo'yicha bay'at olgan va uning deganlarini ayollarga yetkazgan. Shu chaqda Hindi bitni Utba, Abu Sufyan ibn Harbning ayoli, o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'isi Hamzaga qilgan vahshiy qilmishidan qo'rqib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tunuvamasligi uchun boshqacha yasinib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida bay'atga turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga so'z qilib: "Men sizlardan Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bay'at olaman", dedi. Shuning bilan Umar roziyallohu anhu ayollardan Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bay'at oldi.
Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizler o'g'rilik qilmag'aysizlar degan edi. Heliqi Hindi bitni Utba o'ylamayla. Abu Sufyan bek bexil odam. Uning melidan xufiyona tasarruf qilsa qandoq bo'lar? deb tashladi. Abu Sufyan shu yerda bor edi. U mening melimdan xufiyona tasarruf qilganlaring sana halol deb aytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulib soldi va uning Hindi bitni Utba ekanligini tunib, "Sen bitni Utba ekansan-da?" dedi u. "Ha, men shu, ey Rasululloh, burunqi ishlarga ahbu qilsizlar, Alloh o'zlariga ahbu qilar" dedi. Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey ayollar, sizlar zina qilmag'aysizlar" degan edi. U, "Hur, azod ayol degan zina qilamtiki" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana, "Bolalaringlarni o'ltirmagaysizlar" dedi u. "Biz bolalarimizni kichigida asrab tarbiyalab boqaydik. Cho'ng bo'lganda sizlar ularni o'ltirib etdinglar. Bu ishni o'zinglar obdan bilasizlar" dedi. Uning o'g'li Hanzala ibn Abu Sufyan Badri urushida o'ldirilgan edi. Umar roziyallohu anhu kulib tilaqib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabassum qilib turadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bo'xton to'qimag'aysizlar" dedi Hindi. "Azbray xudo, bo'xton degan qabih, sat ish, sizlar bizni yaxshi ish va makarim isil axloqqa buyuradiganlar" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oxirida, "To'g'ri ishlarda menga osiy bo'lmag'aysizlar" dedi u. "Alloh bilan qasam qilamizki, bu yerda ko'nglimizga osiylik qilishni fikib o'ltirmadi" dedi. Bu ayol bay'atdan keyin uyga qaytib butlarini o'z qo'li bilan chiqib tashildi. U, "Biz sana tulumu aldinib o'tib ekanmiz" dedi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Makkaning fathi qilinganligi va Makka puhralarining musulmon bo'lgan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkada turib faoliyat olib borganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkada 19 kun turib, shaharning islomiy belgi alomatlarini yangiladi. Xalqni hidoyatga va taqvodorlikqa yetakladi. U mushu jarayonda Abu Usayd Xuzai raziyallohu anhu ni buyurib, haramning munorlarini yanglatqizdi. Islom da'vatini kengaytirish uchun atrofga qo'shinlarni avatdi va Makka atrofidagi rayonlardagi but haykallarni pachoqlab tashlash uchun ayrim qo'shin va fidoilarni avatib, dongdor butlarning hammasini chaqizvatdi. Makka ko'chalariga jakarchilarni chiqartib, "Kimki Alloh va qiyomat kuniga iymon etadigan, uyida bir talmi but qo'ymay chiqaversin" deb e'lon qilg'izdi. Qo'shin va fidoilarning avatilganligi. Birinchi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkani fath qilishdan xotirjam bo'libla Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ni Ramazonning 25-kuni, ya'ni Hijriyaning 8-yili Uzra degan butni chiqib o'tishga avatdi. Bu but Naxli degan joyda bo'lib, Qurayshlar va barliq Bani Kanana avlodlari cho'qindigan eng cho'ng but edi. Bu butqa Bani Shaybon jamiyati qaraydi. Xolid raziyallohu anhu u yerga 30 otliq bilan otilinib berib uni chiqavatdi. U Makkaga qaytib kelivdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningdan, "Bir narsa ko'rdingmi?" deb so'radi. Xolid, "Yo'q" degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Sen uni yiqitolmabsan, shunga qaytib berib uni boshqadan yiqitib kelgin" dedi. Shuning bilan Xolid roziyallohu anhu darg'azab bo'lib qilichini qinig'imi solmay Naxliga qarab ot chaptirdi. Bu qitim uning oldiga qora tallik, chochlari chuvuq, qip yalang'och bir xotin chiqdi. Butqa qarg'uvchi shayx bu xotinning tilida, ya'ni ayolcha ovoz bilan yig'lig'ili turdi. Xolid roziyallohu anhu berib bu xotinni bir qilich urib, ikki parcha qilib etdi. Andin Makkaga qaytib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam,
Shundoq, Uzra degan but shudur. U sizlarning zimininglarda ibodatga noil bo'lishdan abadiy umidin uzdi, dedi. Ikkinchi, uning keyindilla payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu oyning ichida Amru ibn As raziyallohu anhuni Suai degan butni chiqib o'tishga avatdi. Suai Huzayl qabilasining buti bo'lib, Makkadan 3 mil, 5 kilometr yiroqlikdagi Rihat degan joyda edi. Amru raziyallohu anhu u yerga yetib berdi. Butqa qarg'uvchi shayx uningga: "Sen nima iroda bilan kelding?" deb so'radi. Amru raziyallohu anhu: "Rasululloh meni mushi butni chiqib o'tishga buyurdi", dedi. Shayx: "Sen uni chiqishga qodir bo'la olmaysan", dedi. U: "Nimishqa?" degaydi. Shayx: "Kuching yetmaydi, men iqilinasan", dedi. Amru raziyallohu anhu: "Ta hozirgacha botil, ya'ni kufrdan umidingni uzmadingmi? Hey isit seni. U degan anglayalamdi yoki ko'ralamdi", dedi. Ondan berib uni pachoqlab tashildi va odamlarni buyurib butning g'azina uyini aqtirdi. U yerdan hech narsa tepilmadi. Ondan u shayxga: "Qandoq, ko'rdingmi?" dedi. Shayx: "Allohga taslim bo'ldim", dedi. Uchinchi, shu oyning o'zida yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Said ibn Ashhali Zayd roziyallohu anhuni 20 otliq bilan Manat degan butni chiqib o'tishga avatdi. U Qadid joy nomi. Shu yerdagi Mushallal degan yerda bo'lib, Aviz, Xazraj, G'asson va boshqa qabilalar cho'qindigan but edi. Said raziyallohu anhu u yerga yetib borgandan keyin butqa qarg'uvchi shayx uningga: "Nima maqsadga kelding?" dedi. Said: "Manatni chaqqili", dedi. Shayx: "Nima qilsang qilgin", dedi. Shuning bilan Said yiliqi butni chaqqili boshlaydi. Boshlari chuvuq, tini yalang'och, qop-qora bir xotin ola tova silib, mayda boshlari urib chiqib keldi. Butqa qarg'uvchi shayx bu xotinga xitob qilib: "Ey Manat, sana osiy bo'lganlarni qahringa olg'in", dedi. Shuning bilan Said roziyallohu anhu yiliq ayolni qilishlab o'ltirib etdi. Ondan butni chiqib etdi. Uning g'azinisidimi hech narsa tepilmadi. 4. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Uzra degan butni chiqib o'tib kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qo'shinini Shavvol oyida Bani Juzayma xalqiga yurish qilg'uchi qo'shin qilib emas, balki islomga chaqirg'uchi da'vatchi qo'shin qilib avatdi. Bu qo'shin muhojirlar, ansarlar va Bani Sulayman qabilasidan bo'lib 350 odamdan tashkil topgan edi. Xolid roziyallohu anhu ularning mahallasiga yetib berib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular aslamna, ya'ni musulmon bo'ldik degan gapni deyolmay, sabaina, ya'ni kona dindan yangi dinga ko'chdik degili turdi. Shuning bilan Xolid roziyallohu anhu ularning o'ltirdig'ini o'ltirib, asir olg'ili turdi va har odamga birdan asirni tutqizib berdi. Ondan bir kuni turib hammaylarni qo'lidagi asirlarni o'ltirib etishga buyurdi. Bu chaqda Ibn Umar roziyallohu anhuma va uning hamrohlari asirlarni o'ltirib etishga qo'shilmadi va qaytib kelganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ahvolni aytqaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duoga qo'l ko'tarib: "Ey Alloh, men Xolidning bu ishlaridan chigorigardirman" deb 2 qitim takrorladi. Xolid raziyallohu anhuning buyrug'i bilan muhojir va ansarlardan boshqa Bani Sulaym xalqi qo'llaridagi asirlarni to'liq o'ltirib etgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ali raziyallohu anhuni avatib, ulardan o'ltirilganlarga qon puli to'limi to'lab berdi va iqtisodiy zinini to'ldirib berdi. Bu qitim Xolid ibn Valid raziyallohu anhu bilan pishqadam muhojir Abdurrahman ibn Af raziyallohu anhu o'ttirsida mushu ish tufayli xeyli qo'pol gap so'zlar bulungan va eg'ir arazliq yuz bergan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni anglab: "O'zingni bisval ey Xolid, pishqadam sahobilarimdan tilingni yiqqin. Alloh bilan qasamki, agar Uhud teg'idek oltin bo'lgan bo'lsa, sen uni Alloh yo'lida sarf qilsangmi, mening pishqadam sahobilarimdan birining
bir atigan yoki bir kashiga qilgan amalining fazilatini topolmaysan, dedi. Mana bular Makka fathisining tafsilotidir. Bu fathi butparastlikning arab yerim oralidagi mavjudiyatiga yuchuq yoki o'rin qoldirmay taltukis yo'qotgan va uning hukmronlariga mangulik xotima bergan tarixiy ahamiyatga ega hal qilg'uch jang bo'ldi. Barliq arab qabilalari musulmonlar bilan butparastlar o'rtasidagi tirkishish va qonliq to'qinishlarning oxirgi natijasini kutyotdi. Bu qabilalar ularning qaysisi haq to'g'ri yo'l ustida bo'lsa, haramning huquqini shular egallaydi deb faraz qilyotdi. Ularning bu qarishi va e'tiqodi mushningdan dal yerim asr ilgari Ashabul Fil, ya'ni pil urushiga qo'zg'uvchilar qo'shini Baytullohni vayron qilish uchun kirganda ushtumtut hammasi halok qilingan, hatto birsimi omon qolmagandan beri tadrijiy shakllangan va bora-bora jazmlashgan qarash edi. Hudaybiya kelishimining imzolanishi bu ulug' fathining oldin tayyorlik xizmati va strategik o'rinlashtirilishi bo'lgan edi. Bu kelishim imzolanish bilan kishilar xotirjam bo'lgan edi. Ikki taraf o'zaro so'zlasha oladigan, kishilar islom uchun munozara qila oladigan, Makkada o'z e'tiqodi va dinoyatini yushirib kelganlar Hudaybiya shartnomasidan keyin oshkora diniy faoliyat bilan shug'ullana oladigan va diniy da'vat bilan bo'la oladigan, hatto shu haqda ilmiy nazariya va ilmiy suhbat o'tkaza oladigan bo'lgan edi. Natijada nurg'un kishilar islomga kirgan yoki moyil bo'lgan. Hatto Hudaybiya kelishimi imzolanishidan ilgari tashkillangan urushlarda 3000 ga yetmaydigan musulmonlar qo'shinining soni bu qitim biroqla 10 mingdan oshib ketgan edi. Bu hal qilg'uch urush kishilarning tafakkur ko'zini ochdi va islomning haqiqiy mohiyatini tunishga to'salg'i bo'lib turayotgan jaholat qaro pardalarini yirtib tashladi. Bu fathi g'alaba orqali musulmonlar butun arab yerim orolining diniy va siyosiy vaziyatini kontrol qilib, din bilan siyosatni birlashtirgan birdan-bir hukmron kuchga aylandi. Hudaybiya kelishimining imzolanishi bilan musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan bu davr bo'lgich xarakterga ega yangi bosqich Makka fathisi bilan to'liqlandi va puxtalandi. Shuningdan e'tiboran tamoman musulmonlarning manfaatiga qarab yuzlangan, vaziyatni butunlay musulmonlar kontrol qilgan. Arab qavmlariga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga al bo'lib, islomni qabul qilish va islom da'vatini dunyoga yuzlantirish vazifasini zimmiga ilishdan boshqa chiqish yo'li qolmagan yangi bir davr, yangi bir bosqich boshlandi. Ve ularni bu vazifelerge layık qilib yetiştirish ishi keyingi 2 yilda tamamlandı. 3-chi bosqich da'vat samarasi. 3-chi bosqich payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot musofasining eng oxirgi bosqichi bo'lib, bu bosqichda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 20 necha yildan beri ilib borgan siyosiy kurashlari, tortgan jafo mushaqqatlari, duch kelgan fitna fasod, malmonchilik bisimlari va qonliq to'qinishlari badaliga qo'lga kelgan islomiy da'vatning samarasi ro'shan ko'rilgan edi. Makka fathisi musulmonlar mushu bir qancha yilda qozongan eng zo'r nusrat bo'lgan edi. Chunki Makkaning fathi qilinishi bilan davr chaqi tamoman o'ngga burildi. Arab osmonini qoplab olgan qora tumonlar tarqalib, havo ochildi. Qisqasi Makka fathisi o'tmish bilan kelgusini ayrıydigan hal qilg'uch fasil bo'lgan edi. Qurayshlar bütün arablarning nazarida mushriklikning himoyachilari va uning muxlislari edi. Qurayshlarning islom hokimiyatiga al bo'lishi arab yerim orolidagi mushriklik odatining taltukus yo'qotilganligidan derak beradi. Bu bosqichni yana mundaq 2 jarayonga bo'lishimiz mumkin. Birinchi, kurash bosqichi. İkinci, her qaysi qavm va aymoqlarning bas-bas bilan islomni qabul qilib, musulmon bo'lish bosqichi. Bu 2 jarayon bir-biriga chambarchas bog'langan va kayni-kayndan borliqqa kelgan. Hatto bu 2 jarayonni bir-biriga o'zaro giralishib ketgan deyishga bo'ladi. Biroq biz kitobimizning kun tartibi bo'yicha har bir jarayonni ayrim-ayrim tunishtirib o'tamiz. Uning ustiga urush sahifasi
jarayoni oldingi boblarning mazmuniga mos keladigan bo'lg'ashqa, oldi bilan yanala mushu sahifani tunishtirishdan boshlaymiz. Hunayn jangi Makka fatisi ushtumtut ilib berilib, chaqmoq tezligida bir yoqliq qilinғашqa, bütün arablar o'z quloqlariga ishonmay qoldi. Atrofdagi qo'shni qabilalar hash-bash degicha yuz bergan, ammo to'sib qolg'ili bo'lmaydigan bu o'zgarishlardan hong-tong qilishdi. Shunga ular ixtiyoriy va yoki amalsizlikdan al bo'lishdan boshqa chora topolmadi. Biroq yanıla intayin az sondagi o'zini kuchli chaqlaydigan Hakkavur qabila va oymoqlarni yo'q degili bo'lmaydi. Havazin va Saqif qabilalari ana shularning jumlasidan edi. Ular o'zlariga Bani Nasr, Bani Jasham, Bani Said ibn Bakri jamiyati va Bani Hilal oymoqidan bir bo'lak kishilar. Ularning hammasi Qays e'lon jamiyatiga mansub kishilar edi. Shularni agashtirib musulmonlarga qarshi to'plandi. Bu oymoq va qabilalar musulmonlarning g'alabasiga tantana qilishni va ularga bo'ysunishni o'zlari uchun obro'yini tushirganlik deb qarab, Nasr oymoqidan Malik ibn Af Nasri degan kishining atrofiga uyushib, uning qo'mondonligida musulmonlarga qarshi yurish qilishga bel bog'ladi. Dushmanning Avtas vodisiga kelib tushkun qilganligi. Baş qo'mondon Malik ibn Af musulmonlarga qarshi qo'shin tatmoqchi bo'lib, qo'shin bilan barliq mol-mulk va oila tavobatlarini birga ilib mangdi. U davomli ilgirlab oxiri Avtas vodisiga kelib tushdi. Avtas Havazin qabilasining tavalligidagi Hunaynga yaqin bir vodi edi. Hunayn Zilmajaz tarafdagi bir vodi bo'lib, Hunayn Avtas deganlar boshqa vodilarning nomidir. Avtas bilan Makkaning oraliqi Arafatdan hisoblaganda 10 necha mil, 20 kilometr keladi. Tajribalik bir mo'ysibitning qo'mondonning tadbirini xatoga chiqarganligi. Malik Avtas vodisiga kelib tushganda qo'shinning bosh oxiri jam bo'luvdi. Durayt ibn Simmat u jang tadbirlariga mohir, tajribalik va fan-farosatlik mo'ysibit kishi edi. U kishining ko'zi ko'r bo'lg'ashqa, "Biz hozir nada?" deb so'rab qoldi. Ular Avtasda deb javob berdi. U, "Ha, ot choptirish maydoni bek qattiqmi emas va bek yumshoqmi emas ekan. Ajiba men to'ga bo'tloqlarining bo'zlashlarini, ot eshaklarning kishnash pushqurishlarini, buvoq nosirlarning yig'a ovozini va qo'y qotazlarning marash-murashlarini anglamayman-ku" deb so'radi. Qo'shindagilar Malik ibn Af odamlarni xotin balchoqlari va mol-mulki hatto o'g'il qiz farzandlari bilan haydab keldi deyishga edi. U Malikni chaqirib uningga mundoq qilishdagi sababini so'radi. Malik: "Kishilar o'zlarining mol dunyosi va xotin qizlarining or-nomusini qo'g'dash uchun bo'lsa-mu, jon tikib urush qilsin deb shundoq qildim" dedi. Durayt o'ylanmayla: "Azbiroy Xudo, podshoning o'zi ekansan, ya'ni bek musaddo aqlsiz ekansan. Mag'lub bo'lgandan madad so'ragan nadi bor? Urushda g'olib kelsang sana asqatadigan qurol yaroqlari tal chapdas yigitlar. Aksicha mag'lub bo'lsang mol-mulk, xotin bolalaring oldida rasvoyi jahon bo'lguning shu. Xotin qizlaring dushman xotin qiladi" dedi. Ondan u ba'zi oymoq va nupuzli kishilarni surishtirgandan keyin mundoq dedi: "Ey Malik, sen Havazin xalqining xotin qizlarini va mol dunyosini dushmanning oldiga akilib berib, yaxshi ish qilmabsan. Shunga sen ularni asli makoniga qaytarib et. Ondan bu yot dandigilar bilan urush qilgin. G'alaba qilsang xalqing kelib tabriklaydi. Navoda mag'lub bo'lsang xotin qizlaringni va mol dunyolaringni or-nomusdan saqlab qolasan" dedi. Lekin Malik bu talabdan bosh tortdi. U mundoq dedi: "Azbiroy Xudo, hargiz undoq qilmayman. Qasam qilalaymanki, Havazin xalqi menga cho'qim itoat qildi. Bo'lmasa o'z qilichim bilan o'zimni o'ltirib olaman." Shuning bilan ular Malikqa itoat qilamiz deb cho'qan silishdi. Bu chaqda Durayt: "Bu aslida men qatnashishga tegishli bo'lmagan va qechibmi qutulolmaydigan bir urush kuni" dedi va tuanlik qo'shiqni aytdi. "Men o'zim bir navqiron bo'lsam-chu Berna pahlavon, yov qizni asir ilib haydab mangsam shodimon." Dushman tarafning ma'lumot egallaganligi.
Malikning musulmonlarning ahvolini egallab kelishga avatgan payloqchilari qaytib keldi. Vaholanki ularning ruhiy holati to'liq g'amkin va aloqsada ko'rinadi. Malik ularga: "Voy sizlarni so'zlasanglarchu, nima ish bo'ldi?" degaydi ular duduqlab. "Azbroy xudo, oq otliq, oq kiyimli sarbozlarni ko'rib, vujudimizni titrak bosdi. Azbroy xudo, bizning shundan beri o'raturdek holimiz yo'q", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dushmanning ichki qismidan ahvol egallaganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam egallagan ma'lumotlardan dushmanning aldinganligi ma'lum bo'lgan edi. Shunga u Hadraydil Aslamini avatib dushmanning ichki qismiga suqunib kirib, u yerda muvofiq muddat turib, ahvol egallab kelishga buyurdi. Shuning bilan u yo'lga chiqib, vazifani o'rinlab qaytib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkadan Hunayinga qarab otlanganligi. Hijriyaning 8-yili Shavvol oyining 6-kuni shanba saharda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkadan ayrilib, bu Makka fathi qilinganning 19-kuniga to'g'ri keladi. 12 ming sahoba bilan otlandi. Bulardan 10 mingi Madinadan kelganlar, 2 mingi Makkada yangidan musulmon bo'lganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urush uchun Safvan ibn Ubaydin 100 dona sautni bir yurish aslahalari bilan oriyat oldi va Attab ibn Asid raziyallohu anhuni Makkaga vali qilib tayinladi. Shu kuni kech kirib gugum tushuvdi. Otliq bir kishi kelib mundaq dedi: "Men paloni taqqa chiqqan edim. U yerda Havazin xalqining cho'ng kishi qariyosh, bola chaqa va qo'y qolalari bilan to'plashib turayotganligini ko'rdim", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni anglab kulib soldi va "Inshaalloh, ata shularning hammasi musulmonlarning bo'ladi", dedi. Shu kundagi kuzatchilikni Anas ibn Abi Mirsadil G'anavi raziyallohu anhu zimmasiga oldi. Musulmonlar Hunayinga ketib o'tib, yo'l ustida yap-yeshil o'sgan cho'ng bir tubsida daraxtning tubidan o'tdi. U Zoti Anvat deb ataladi. Shu yerdagi aholilar bu daraxtdan tabarruk izlab, uningga qurol yaroqlarini isib, uning tubiga mol bo'g'izlab qurbonlik qiladi. Yig'lab zorlanadi. Bu chaqda ba'zilar: "Ey Rasululloh, ularning Zoti Anvati, ya'ni muborak daraxti bo'lgandek, bizga-mu Zoti Anvat qilib bersang", degaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu gapga xafa bo'lib: "Allohu akbar! Allah hammadan ulug'dir. Allah bilan qasamki, xuddi Musa alayhisalomning qavmi uningga, bizga-mu ularningkidek iloh tiklab bergin degandek gap qildinglar. Musa, sizlar tulmu nodon xalq ishkansizlar", degaydi. Bu tarixiy qonuniyat. Oldinqilarning izini keyinkilar bossizlar, dedi. Yana ba'zilar musulmonlar qo'shinining ko'pligini ko'rib, bugun qat'iy mag'lub bo'lmag'udakmiz deyishgaydi. Bu gap Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qattiq eg'ir keldi. Musulmonlar qo'shinining dushmanning ushtumtut hujumiga uchraganligi. Musulmonlar qo'shini Hunayinga Shavvolning 20-kuni seshanba kuni kechasi yetib bordi. Malik ibn Af bu yerga aliburun yetib kelgan edi. U kechilab strategik o'rinlarga qo'shinlarni tangshab, yushurnish mumkin bo'lgan yo'l eg'izi, jilg'a, qoptal, qiya, cho'qqa va kirish eg'izlariga bo'ktirma o'rinlashtirib, musulmonlar ko'ringan hamon o'q bilan zarba berishga, ondan biroqla qo'zg'alib hujum qilishga buyruq bergan edi. Atsi tong saharda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni radga silib, tog' alamlarini har qaysi qismlarga tarqitib berdi. Shuning bilan musulmonlar sahar Ali qarang'usida Hunayn vodisiga qarab tuvallashga boshladi. Ular bu yo'llarda va jilg'larda dushmanning bo'ktirma qo'shinining borligidan xabarsiz edi. Ular shundaq tezlik bilan ilgirlayotgan bir paytda ushtumtut usti boshlariga qor yomg'irdak o'qlar yig'ilishga boshladi. Oldi tarafdan dushmanlar cho'qon silib devaylab keldi. Bu chaqda musulmonlar saplari chuvilib, patparaqchilikda qechishga boshladi. Hech kishiga boqmaydi. Bu ushtumtut berilgan zarba ajoyib cho'ng talafat keltirdiki, hatto Abu Sufyan ibn Harib u yengdan musulmon bo'lgan bo'lg'ashqa, ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqudek, dedi. Kalda ibn Junayd degan kishi
"Ey xaloyiq, bugun sehr ishlamay qoldi" deb vaqirdi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qechiyotganlardan o'zini yonga ilib, "Ey xaloyiq, bu yoqqa kelinglar. Mana men Rasululloh bu yerda. Mana men Muhammad ibn Abdullah bu yerda" deb tovlashga başladı. Bu çağda onun yanında muhacirlar ve öz aile tavabatlaridan bulup sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana mushu yerda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tangdossiz jasur qiyofati va hech nimadan qo'rqmas botir hislati haqiqiy ravishda namoyon bo'ldi. U hadab Xijrni dushman tarafga devitdib, "Men payg'ambar rost so'zim, yolg'on eg'iz ochmayman. Abdul Mutallib pushtiman, yov naslidan qo'rqmayman" deydi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Xijrining tizginini uning bir navri inisi Abu Sufyan ibn Haris roziyallohu anhu, uning egar uzangisini tog'isi Abbas ibn Abdul Mutallib roziyallohu anhu ching tutib olgan bo'lg'achqa Xijrni mangdirolmayotdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xijrdan tushib Parvardigor taologa, "Ey Alloh, menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgin" deb madad tiladi. Musulmonlarning qaytib kelganligi va jang maydonining yangi boshdan qiziganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tog'isi Abbas roziyallohu anhu ni buyurib, sahobalarni tovlatqizdi. U ovozi yuqori kishi edi. Abbas roziyallohu anhu mundaq deydi: "Shuning bilan men butun ovozim bilan Rizvon bay'itiga qatnashganlar nada?" deb tovladim. Qasam qila olamanki, ular mening ovozimni anglab, "Labbay, labbay" deyishib ushqandek yugurib kelishdi. Bir odam to'ga bilan qechiyotgan bo'lsa, u bu ovozni anglabla to'gini ovoz chiqqan tarafga buraytdi. Ammo uning to'gini qaytarishga madori yetmaydi. Shuning bilan u kishi savut qilish nayzlarini ilib to'gidan sakrab tushibla ovoz chiqqan tarafga qarab yuguraytdi. Shunda qilib oxiri payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yonida yuzdak odam jam bo'ldi. Ular sap tortib dushman to'pining oldini to'sib qattiq ilishdi. Undan keyin da'vat ansarlarga qaratildi. "Ey ansarlar jamoasi, ey ansarlar" deb chaqirildi. Ondan Bani Haris ibn Xazraj aymiqi, ansarlarning bir aymiqi maxsus bu gap ularga qaratildi. Musulmonlar bu ovozni anglab bir-birlab qaytib kelishdi. Natijada har ikki taraf ajoyib jasorat, ajoyib qahramonlik bilan elishdiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Jang mana endi qizidi" dedi. Ondan yerdan bir changal to'pini ilib, "Dushmanlar xor bo'lsin" deb ular tarafga chachqa edi. Ularning hammasining ko'zlari to'piga tushib ketdi. Buning bilan ularning jangvorligi bo'shishib, sap tartiblari buzildi. Ishlari kayniga chekindi. Düşmanning hayvisi bo'shab, mag'lub bo'lganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam iliqi bir siqim tuproqni chechib uzoq o'tmayla dushman tarafga og'ir mag'lubiyat yuzlandi. Saqif qabilasidilla 70 ga yaqin jangvor o'ldirildi. Musulmonlar ularning haydab kelgan mol-mulk, qurol-yaroq va xotin qizlarni yig'ib o'tkazib oldi. Alloh taolo Qur'onda bu muvaffaqiyatlarga ishorat berib bundoq deydi: Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mo'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambariga va mo'minlarga marhamat qilib xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kuffarlarni o'ldirilish va asir ilinish bilan azobladi. Kuffarlarning jazosi ana shu. Qur'on Karim sura Tavba 9-sura 25-26 oyatlar.
Qo'g'lab zarba berish. Düşman jang maydonida og'ir shikasta yegandan keyin ularning bir bo'ligi Toif tarafga, yana bir bo'ligi Naxli degan joyga, uchinchi bir bo'ligi Avtasqa qarab tikib etishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Avtasqa Abu Amir Ash'ari roziyallohu anhu boshchiligida bir turkum qo'g'lab zarba berguvchi qo'shinni avatgan edi. Ular dushman bilan ozroq tirkishib, oxir dushmanni mag'lub qildi. Shu qitimqi tirkishishda qo'shin qo'mondoni Abu Amir Ash'ari roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Yana musulmonlar otliq qo'shinning bir bo'lik chavandozlari Naxliga qochgan qochoq mushrik qo'shiniga qo'g'lab zarba berdi. Bu qochqinlar ichida Durayt ibn Simmatmu bor bo'lib, uni Rabiya ibn Rafi'i roziyallohu anhu o'ldirdi. Ammo mushriklarning mutlaq ko'p sondagi qochoq qo'shini Toifga kirib panohlanib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'animatlarni jamlab bo'lgandan keyin bularga o'zi bevosita qo'shin tortib jazo yurishi qo'zg'adi. Hunayn g'animatlari. Bu qitim qo'lga tushgan asir o'lja g'animatlarini turi bo'yicha hisoblaganda 6000 odam, 24000 to'yga, 4000 dan ko'proq qo'y va 40000 o'qiya, bir o'qiya 37,4 gramga teng kumush g'animat ilingan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu g'animatlarni jamlab Jiirona degan joyda to'xtatib turishga Mas'ud ibn Amr al-G'ifari roziyallohu anhu ni mas'ul qildi. U Toyib urushidan forig' bo'lganga qadar bu g'animatlarni taqsim qilmadi. Asirlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning emildosh hamshirisi Shayma bitn Haris Said bor edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib o'zini tunishtirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni uningdagi ma'lum bir belga bilan tunib olib, nihoyat xush bo'ldi va uningga ustidagi ridosini silib o'tirishga taklif qildi. Ondan uni iltifot qilib qo'yibdi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.